Uxlaganda xurrak otish, doimo og'zini ochib uxlash, tez-tez bolani qulog'i og'rib qolishi, mana shu shikoyatlar agar sizni bolangizda kuzatilinsa, bu katta ehtimol bilan adenoid vegetatsiyasi borligi va uni kattalashganligidan darak beradi. Bugun mana shu mavzu haqida gaplashamiz. Ko'pincha 3-7 yosh orasidagi bolalarda adenoid bezini kattalashishi va bolada har xil kasallikligi sabab bo'lishi kuzatiladi. Mana shu adenoid bezi doimo xurrak otish, og'zini ochib uxlash, to'yib yaxshi uxlamaslik va shu bez hisobiga quloqlarda eshitish pasayishi kabi turli xil o'zgarishlarga bolada olib keladi. Mana shu shikoyatlarni qanaqa bartaraf etish va qanaqa to'g'ri tashxislash, nima ish qilish kerakligi haqida bugun tushuntirib o'tamiz. Adenoid bezi o'zi hammada uchraydigan burun halqumda joylashgan bez hisoblanadi va uni kattalashishi, hajmini ortishi kasallik hisoblanadi. Norma holatida bu bezni o'zini vazifasi bor, ya'ni burundan kelayotgan havoni tozalash, ilitish, infeksiyadan tozalash kabi va turli xil bundan tashqari boshqa vazifalarni ham bajaradi. Mana shu bezni kattalashishi burundan nafas olishni qiyinligiga, quloqlarda eshitishni pasayishiga, doimo xurrak otib uxlashga sababchi bo'ladi. Ko'pincha ota-onalar noto'g'ri ma'lumot olib, bu bezni 12-14 yoshga borguncha so'rilib ketarkan degan turli xil manbalardan eshitgan ma'lumoti bilan noto'g'ri fikrda yurishadi. Mana shu juda ham katta xato. Bizani ko'rikka olib kelingan adenoid bezi kattalashgan bolalarning aksariyatida o'qish, ya'ni maktabda o'qish qobiliyatini pasayishi, doimo kislorodga to'yib nafas olmaslik yoki bo'lmasam tish qatorlarini qiyshiq rivojlanishi, qiyshiq o'sishi kabi holatlar juda ham ko'plab uchrab turadi va yuz shaklini xunuk darajada bola o'sgan sari rivojlanishi ham mana shu holatda eng ko'p uchraydigan adenoidning asoratlari hisoblanadi. Agar adenoid vaqtida bartaraf etilmasa, mana shu biza hozir sanab o'tgan tish qiyshiqligi, yuz jag'ni rivojlanishidagi har xil o'zgarishlar yoki bo'lmasam doimo xurrak otib uxlash va nafas yetishmovchiligi hisobiga aqliy rivojlanishni ham ortda qolishi kabi holatlar ko'p uchrab turadi. Mana shuning uchun ota-onalardan biza ko'pincha ma'lumotni vrachdan olishligini tavsiya etamiz va 3-7 yosh orasida mana shunga vaqtida davo topilinsa, bolani kelajakdagi o'sishi, rivojlanishiga juda ham katta zamin yaratilingan bo'ladi. Bolam yosh, hali operatsiya qilishga juda ham erta degan ota-onalar uchun ma'lumot, bu bezni asosan 3-7 yosh orasida operatsiya qilinish tavsiya etiladi. Va mana shu yoshda eng ko'p bolani bezovta qiladigan payt hisoblanadi. Bu bez olingandan keyin har xil ota-onalar orasida mif yuradi, ya'ni endi o'pkasiga to'g'ridan-to'g'ri infeksiya o'tib ketadi, bronxit yoki pnevmoniya kabi kasalliklar bolada tez uchrashi mumkin degan noto'g'ri xayollar yuradi. Bu noto'g'ri. Bolada to'yib erkin burundan nafas olish kasallikdan himoyalanishni garovi hisoblanadi. Endi ba'zi bir ota-onalarda adenoid bezi olingandan keyin yana o'sib chiqadi degan har xil savollar yuradi. To'g'ri, taxminan 1% holatlarda adenoid bezi olingandan keyin yana qaytalanishi yoki o'sib chiqishi mumkin. Buni o'ziga yarasha sababi bor. Epstein-Barr deb ataladigan infeksiya hisobiga, ya'ni shunaqa virus hisobiga bez hajmi kattalashib, nafaqat adenoid bezi, anginalar ham, ya'ni bodomsimon bezlar ham kattalashib, mana shu muammoni qaytalanishiga sababchi bo'lishi mumkin. Uni xususiyatlari vrach tomonidan ko'rilganda aniqlanadi, birlamchi tashxis qo'yiladi va Epstein-Barr virusiga tekshiruv o'tkaziladi. Agar shu davolanish kursini immunolog doktorda, immunolog vrachda oladigan bo'lsa, bez o'z-o'zidan so'rilib ketishi mumkin. Qolgan holatlarda aksariyat qismida bu bez boshqa qaytalanmaydi. Agar shu adenoid bezini oldirmasa yoki vaqtida davolamasa, nima holat kuzatiladi? Bu bez hayotga o'tkir xavf soladigan kasallik emas. Bu holat bilan umrini oxirigacha davolatmasdan yashash mumkin. Gap hayotni sifatida. Ya'ni agar bola aqliy qobiliyati, ruhiy qobiliyati, jismoniy qobiliyati yaxshi, to'g'ri rivojlanishini xohlasangiz va
tish qatorlarini chiroyli chiqishi, o'sishini xohlasangiz, yuz jag' tizimini yaxshi rivojlanishini xohlasangiz, bu kasallikni davolashingiz kerak. Hozirgi aytib o'tgan muammolarimizga rozi bo'lsangiz, bu bezni davolamasangiz ham bo'ladi. Faqat bolangiz burnidan yaxshi nafas olmasdan, tishlari qiyshiq o'sib, doimo xurrak otib uxlab, dimog'ida manqalanib gapiradigan bola bo'lib o'sadi. Va bora-bora quloqda ham eshitish pasayishiga olib kelishi mumkin. Bu holat ham adenoidni asoratlaridan biri hisoblanadi. Mana buni lor vrachida borib, tekshirtirib, to'liq konsultatsiya olib, muammoni yechimini olishingiz mumkin. Shu o'rinda aytib o'tamiz, ota-onalarimiz uchun adenoid bezini 90% holatlarda dori-darmon bilan davolash mumkin. 10% holatlarda operatsiya talab qilinadi. Adenoidni maxsus so'rdiruvchi spreylar mavjud. Mana shu spreylarni vrach nazoratida dozalarini to'g'ri tanlab qabul qilinsa, ya'ni burunda foydalanilsa, adenoid bezi taxminan 1-1,5 oy ichida to'liq so'rilib ketadi va bola muammodan xalos bo'ladi. Qolgan 10% holatlarda, ya'ni quloqqa asorat bergan holatlar yoki adenoidning 3-darajalarida operatsiya taklif etiladi va bu operatsiyadan keyin bolangiz operatsiya kuniyoq erkin nafas ola boshlaydi. Mana shu muammolardan xalos bo'lish uchun o'z vaqtida lor vrachiga murojaat qiling va bolangizni kelajagi uchun bugundan harakat qiling. Xulosa o'rnida ota-onalarga tavsiyamiz, bolangizni uxlayotgan paytida e'tibor berib uyqusini kuzating. Agar bola og'zini ochib uxlaydigan bo'lsa, doimo xurrak otadigan bo'lsa yoki eshitish qobiliyati, diqqatini pasayayotganligini sezsangiz, tish qatorlari qiyshayotganligini sezsangiz, uni lorga, ya'ni lor vrachiga, ko'rigiga olib boring. Mana shunda siz aniq muammoni nimadaligini bilib qolasiz va o'z vaqtida qilingan harakatingiz operatsiyadan kerak bo'lsa qutqarib qolishi mumkin. Agar sizda yoki farzandingizda shunga o'xshash muammolar kuzatilinsa, sahifaga obuna bo'ling va kuzatishda davom eting. Mana shunaqa ma'lumotlarni sizga ulashib boramiz.